Assalomu alaykum azizlar. 2025-yil 23-fevral kuni milliy sertifikat imtihonida tushgan mana bu misolning yechimini ko'ramiz. Demak, ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan va uning ichida ADEF kvadrat ichki chizilgan. Rasmda berilgan tartibda. BE20, ES 30 bo'lsa, shtrixlangan, ya'ni bo'yalgan soha yuzini toping deyilgan. Bilasizlar o'rtoqlar, agar ADEF kvadrat bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy ham bizda 90 gradus bo'ladi. Va tabiiyki, mana bu joy ham 90 gradus bo'ladi. Kvadratni tomonini x deb belgilaydigan bo'lsak, hamma tomoni x dan bo'ladi o'rtoqlar, bilasizlar. Endi biz o'zimiz mana bu tomonni m deb belgilasak, ya'ni f yes kesmani m deb belgilasak va bd kesmani esa o'rtoqlar mana bu joygacha n deb belgilaymiz. Shunda shtrixlangan soha yuzi qanday topiladi o'rtoqlar? Mana bu yerda EFC to'rtburchakli uchburchak bo'ldi. Demak, to'rtburchakli uchburchak yuzini bilasizlar, katetlarini ko'paytirib ikkiga bo'lish kerak. Ya'ni m ko'paytirilgan x taqsim 2. Bu shtrixlangan sohaning yuzi esa n ni x ga, ya'ni bunda ham katetlarini ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Va ikkalasining yuzini bir-biriga qo'shsak, bizda shtrixlangan soha yuzi chiqadi. Demak, shuni topishimiz kerak. Mahraj bir xil bo'lgandan keyin o'rtoqlar, mx plus nx taqsim 2 bo'ladi. Demak, biz shuni hisoblashimiz kerak. Ketdik. Uning uchun nima qilamiz? Birinchi o'rinda EFC uchburchakka, to'g'riburchakli uchburchakka Pifagor teoremasi m kvadratga x kvadratni qo'shadigan bo'lsak, bilasizlar, 30 kvadrati chiqadi. Ya'ni m kvadrat plus x kvadrat 900 bo'lishi kerak o'rtoqlar. Mana bu yerda BDE to'g'riburchakli uchburchakka Pifagor teoremasini qo'llasak, n kvadratga x kvadratni qo'shadigan bo'lsak, 20 ni kvadrat chiqishi kerak. Demak, n kvadrat plus x kvadrat 400 ga teng ekan. Ana endi sistema qilib ikkalasini bir-biriga qo'shib yuborsak, bizda hosil bo'ladi m kvadrat plus n kvadrat plus 2ta x kvadrat teng 1300 ga. M kvadrat plus n kvadrat shuni narigi tomonga o'tkazib qo'ysak o'rtoqlar, bizda hosil bo'ladi 2x kvadrat teng 1300 ayrilgan m kvadrat ayrilgan n kvadrat. Tushunyapti hammaga? Endi qaranglar. Mana shu joyda nima ish qilamiz? Demak, bizda mana shu narsa hosil bo'ldi. 2x kvadratimiz 1300 minus m kvadrat ekan. Endi butun boshli ABC to'rtburchakli uchburchakka Pifagor teoremasi. Bu tomoni bilasizlar, n plus x bo'ladi, bu tomoni m plus x bo'ladi o'rtoqlar. N plus x bizda bitta katet, uni kvadratiga qo'shamiz m plus x ikkinchi katet, ni kvadratini. Bizda hosil bo'ladi, gipotenuzamiz 20 plus 30 bo'ladi. Ya'ni jami gipotenuza, katta gipotenuza 30 ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak 50 bo'ladi o'rtoqlar, ikkalasini yig'indisi. Demak, 50 ning kvadrati. Xo'sh, shunda mana buni ochib yuboradigan bo'lsak, demak, n kvadrat plus ikkalasini ko'paytmasdan ikkilangani 2nx plus x kvadrat qo'shilgan, buni ochadigan bo'lsak m kvadrat plus x kvadrat plus o'rtoqlar ikkalasini ikkilangani bor 2mx teng 50 kvadrati 2500. Ana endi nima ish qilamiz o'rtoqlar? n kvadrat plus 2nx plus x kvadratga x kvadrat 2x kvadratni beradi plus m kvadrat plus 2mx teng 2500. Biz boya topganlik o'rtoqlar 2x kvadratimiz 1300 minus m kvadrat minus m kvadrat. Demak, mana buni o'rniga o'shani olib kelib qo'yish kerak. n kvadrat plus 2nx plus 2x kvadrat o'rniga boyagini olib kelib qo'yamiz. 1300 minus m kvadrat minus n kvadrat plus mana bu yerdagi m kvadrat plus 2mx teng 2500 ekan. Xo'sh, endi qaranglar, n kvadrat bilan n kvadrat bilan n kvadrat yo'q bo'lib ketadi, 1300 minus bo'lib o'tadi. Demak, 2nx plus 2mx teng bo'ladi 2500 dan ayiramiz 1300 dan. Demak, 2nx plus 2mx o'rtoqlar teng bo'ladi, ikkalasini ayirsak 1200 qoladi. Endi tenglikda ikki tomonni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi nx plus mx
teng 600. Demak o'rtoqlar, nx plus mx bizga 600 ga teng ekan. Biz esa o'sha mx plus nx taqsim 2 ni topishimiz kerak. mx plus nx o'rniga 600 qo'yadigan bo'lsak, 600 taqsim 2 300. Demak, shtrixlangan sohani yuzi 300 ga teng ekan. Demak, qilgan ishimiz nima bo'ldi? Birinchi, YFS uchburchakka Pifagor teoremasi, BDY uchburchakka Pifagor teoremasi va ularni qo'shib yubordik. 2x kvadratni topdik. 1300 minus m kvadrat minus m kvadrat va ABC to'g'riburchakli uchburchakka Pifagor teoremasi. Bitta katetimiz n plus x, ikkinchi katet m plus x. Mana n plus x kvadratiga m plus x kvadratni qo'ysa 50 kvadrat bo'lishi kerak. 50 bizga gipotenuza 20 plus 30. Va o'shandan qas kvadratlarni ochdik. 2x kvadrat o'rniga buni olib kelib qo'ydik. N kvadratlar m kvadratlar 0 bo'ldi. 1300 minus o'tdi. 2 ga bo'lib yubordik. nx plus mx 600 chiqdi. 600 qo'ysak, keyin olsak 300. Demak javobi 300 bo'lar ekan.